O'zbekiston bozorida ikki xil turdagi mahsulotlardan boshqa hamma narsani qaytarib berish mumkin, pulini qaytarib olish mumkin. Keling, batafsil tushuntiraman. O'zbekistonda, masalan, dori sotib olsangiz dorixonalardan qaytarilmaydi. Bu qonun bilan mustahkamlangan. Oziq-ovqatda o'ziga yarasha tartiblari bor, lekin katta ehtimol bilan qaytarilmaydi, chunki u ham iste'mol tovari. Lekin agar siz kiyim-kechak yoki boshqa bir foydalanishdagi xustovar deylik, nimadirlar sotib oldingiz, uni albatta agar sizga yoqmasa, razmeri to'g'ri kelmasa, rangi sizga mos tushmasa, 10 kun ichida qaytarishga majbur sotuvchi. Do'konlarga kirsangiz, sotib olingan tovar qaytarib olinmaydi yoki nimadirlar. Bu e'lonlar hammasi qonunchilikka qarshi. Chunki iste'molchilar huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonunga asosan iste'molchi sifatida siz o'zingiz sotib olingan tovarni chekini saqlab qo'ygan holda, ya'ni chekini unga sotuvchiga olib borib berasiz va sizga 10 kun ichida boshqa razmerga, boshqa turga, boshqa rangga yokida almashtirish imkoni bo'lmasa, pulingizni qaytarib berishga majbur. Bunda bittagina qoidaga amal qiling. O'sha sotib olgan narsangizni buzib qo'ymang. Buzib qo'ymagan, cheki berilgan har qanday tovar almashtiriladi.